Hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan yana men Jasurbek Farmonov. Bugun sizlarga targeting bo'yicha dars o'tamiz. Targeting emas, biz Instagramda reklamalar yoqayotganimizda ma'lum parametrlar asosida blokka tushadi reklama kabinetimiz yoki bo'lmasam, agar iPhone dan yoqadigan bo'lsa, iPhone o'ziga ham endesi juda ham baland bo'lib ketadi. 30% da endes oladi. Undan tashqari 12% yana Instagramda o'ziniki bo'lsa, 42% pastki reklamaga sarflayotgan pulingiz 50% ni endes uchun to'lab olishingiz mumkin. Mana shu narsani oldini olish uchun, yechim qilish uchun men ushbu darsda yozishga qaror qilganman. Bu darsdan keyin siz mana shunaqangi 42% lab soliq to'lab yurmaysiz. Osonroq yechim qilasiz. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun bizga Facebook prilojeniyasi kerak bo'ladi. Facebook hamda Meta Business Suite ilovalari kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda Facebookga kiramiz. Facebookga kirib, biz o'zimiz uchun stranitsa ochib olishimiz kerak. Ya'ni o'zimizning biznesimiz uchun stranitska ochgan bo'lishimiz kerak. O'sha stranitskaga Instagram akkauntimizni ulaymiz. Ya'ni primoy Instagram akkauntga Facebook akkaunt ulamaymiz. Facebook stranitsani ulaymiz. Hozir sizlarga stranitsani qanaqa qilib ochish mumkinligini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, Facebook ilovasiga kiramiz. Menu bo'limiga o'tamiz mana chapdan. Xo'p, bu yerda mana stranitsi degan bo'limi turibdi. Shu joyga kiramiz. Xo'p, mana bu yerda menda bir nechta ochilgan stranitsalar turibdi. Biz yangi qo'shishimiz kerak, ya'ni o'zimizning biznesimiz uchun. Sozdать qilamiz. Nachat. Xo'p, nomini yozamiz. Nimadir biznes. Dalее. Hop, kategoriya, ya'ni biz Instagram akkauntimizda ham kategoriyasi bor. Xuddi shunaqangi kategoriyani Facebook stranitsamizda ham tanlashimiz kerak. Blog deb yozamiz. Agentство по marketingu va sotsial media. Mana shuni tanlaymiz. Ya'ni bu bizning biznesimizning yo'nalishi kategoriyasi. Sozdать qilamiz. Hop, bu yerda aytayapti, nima qilmoqchisan deyapti. O'zimizning yo'nalishimizdan kelib chiqib turib tanlaymiz. Ya'ni продвижение товара услуга deyapti. Ya'ni tovar va xizmatingni targ'ib qilmoqchimisan yoki просто kontentlar bo'lishmoqchimisan. Hop, biz продвижение qilmoqchimiz. Продолжить. Hop, endi biz umumiy ma'lumotlarni to'ldirib chiqishimiz kerak. Ya'ni biografiya Instagramda yoziladigan bioimiz, saytga o'zimizni Telegram linkimiz yoki bo'lmasa Instagramda qanaqadir link qo'ygan bo'lsak, xuddi o'sha ma'lumotni yozamiz. Nomer telefon, manzillar, shu ma'lumotlarni hammasini bir chekkadan to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop, dalее. Hop, dalее. Qilamiz, готов. Va mana shunday oyna paydo bo'lib, biza stranitsaga o'tadi. Ya'ni ko'rdinglar, hozir stranitsaga o'tdi. Endi bunga Instagram akkaunt qo'shishimiz kerak. Qanaqa qilib qo'shamiz? Buni qo'shish uchun mana burchakda profilga kiramiz. Pastga tushamiz. Настройки конфиденциальность degan joy bor. Shuni ustiga bosamiz. Настройкиga o'tamiz. Va bu joydan pastda связанные аккаунты degan joy bor. Shu joyga kiramiz va Instagramning ustiga bosib, подключать akkaunt qilamiz. Продолжить va Instagram akkauntimizning login parollarini terish orqali kirib olamiz va Instagram akkauntimiz ulanadi. Xo'p, endi Instagram akkauntimizni ulaganimizdan keyin biz Meta Business Suite ilovasiga kiramiz va bizda mana shunaqangi oyna paydo bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, Facebook stranitsa bilan Instagram akkaunt ulangan ko'rinib turibdi. Xuddi shunaqa holatda chiqadi. Agar bunaqa chiqmaydigan bo'lsa, mana yerda подтвердить profil Instagram degan narsa paydo bo'ladi. Ya'ni Instagram akkaunt sal xiraroq turgan bo'ladi. O'shini bosib, qaytadan login parollarni terib qo'ysanglar, Instagram akkaunt sizlarda ham ulanadi. Xo'p, endi nima qilamiz? Bizda Instagramda postimiz tayyor, Instagramga chiqarilgan, ana shu postimizni reklama qilishimiz kerak. Pastki qatordan content bo'limiga o'tamiz. Bu yoqdan video reelsga o'tamiz va qaysi reelsimizni biz reklama qilmoqchimiz. O'sha reelsni tanlaymiz. Xo'p, masalan, bu reelsimni men reklama qilmoqchiman. Tanladim.
va mana pastda продвигать video reels turibdi. Shuni ustiga bosaman. Xo'p, bu yerda cel, ya'ni maqsad. O'zimizga kerakli maqsadni tanlaymiz. Asosan Instagramda ham reklamalar yoqayotganimizda 3 xil maqsadda reklama yoqardik. Bu Meta Business Suite ham xuddi shunaqa 3 xil maqsadda yoqamiz. Ya'ni birinchisi получать сообщение, ya'ni direct message olish, direktdan xabarlar olish, profilga o'tkazish, odamlarni посещаем profil. Ya'ni открыть profil Instagram deb tagida knopka chiqadi-yu, videolarni ko'rsak, xuddi o'sha narsa. Keyingisi bizda veb-saytimizga yo'naltirish. Bizga qaysi biri kerak? Ko'proq direktdan xabar olmoqchimizmi, nima qilmoqchimiz o'zi? Shu narsasini yozamiz. Xo'p, Creative Advantage bu kerak emas. Biz o'zimiz mana bizda auditoriyalar saqlanib qilingan, ana shu auditoriyalarda, mana auditoriya bo'limida turibdi. Mana shulardan o'zimizga kerakli bittasini tanlab olsak bo'ladi yoki bo'lmasa sozdать qilish orqali yangi auditoriyani qo'shamiz. Xo'p, region местоположение biz qayerga yoqyapmiz? Toshkent, masalan, Andijon, O'zbekiston bo'yicha yoqamiz. O'zbekiston. Сохранить. Hop, xarakteristika добавьте интереси deyapti. Ya'ni qanaqa qiziqishlar bo'lsin. Masalan, Instagramga qiziqsin. Instagram. Facebookga qiziqsin. Mana ko'rdinglar, rekomendatsiya chiqarib beryapti. Sotsialniy seti, marketing va sotsialniy setlar, digital marketing, onlayn reklama yetadi. Ya'ni 5 ta 6 ta qiziqish belgilasak bo'ladi. Undan ko'pi reklamamizni chalkashli, reklamamiz auditoriyasida chalkashli olib kelishi mumkin. Xo'p, saqlanib qilamiz buni ham. Endi возраст, yoshi necha yoshdan necha yoshgacha bo'lishi kerak menga? 22 yoshdan, masalan, 35 yoshgacha. Xo'p, kimlar kerak? Pol, jinsi, erkak, ayol, hop, erkaklar kerak. Saqlanib auditoriya qilaman. Va menda yana bitta mana audience 220325 degan auditoriya paydo bo'ldi. Xo'p, endi pastga tushaman yana. Pastga tushaman. Asosan Instagramda reklamam yonyapti. Xo'p, menga prognoz ham beradi. Ya'ni qancha odamga ko'rsatadi. Masalan, $5, $3, $2, $1 qancha odamga ko'rsatadi. Men o'zimning budjetimdan kelib chiqib turib, bu yerda budjetni belgilayman. Hop, keyin boshlanish sanasi, tugash sanasi. Hop, reklamni akkaunt Jasurbek Parmonov. Hop, ketdi. Endi mana bu yerda bizda hisoblab chiqarib beryapti. Сведение об оплате. Объявление будут показываться в течение 7 дней. Budjet, umumiy budjet reklamaga $28 ketyapti. Bu yoqda soliqda o'ziga $4.20 ketyapti. Ya'ni bu yerda nalog summasi $4.20 chiqyapti. Общий umumiy summa bizda $32 bo'lyapti. Ya'ni juda ham qisqa bo'ldi. Bo'ldi, уже bizda reklama tayyor. Nachat video reelsni bosamiz va reklamamizni yoqib yuborsak bo'ladi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosishni esingizdan chiqarmang. Bundan ham qiziqarli kontentlar hali sizni kutyapti.